Salom do'stlar. Bu videoda biz Yaponiya haqida hikoya qilamiz. Bu mamlakat boshqalardan shunchalik farq qiladiki, samolyotdan tushishingiz bilan o'zga olamga tushib qolgandek bo'lasiz. Yaponiya salkam 7000 ta orolchalardan iborat Yapon arxipelagida joylashgan. Ulardan 4 tasi Honshu, Hokkaido, Kyushu va Shikoku engiriklari. Landshafti asosan tog'li. Mamlakat hududining 60% dan ortig'i o'rmonlar. Yaponiya seysmik faol zonada joylashgan. Yer silkinishlari juda tez yuz beradi. Hududda 200 ga yaqin vulqon mavjud, 40 tasi faol. Boshqa tabiiy ofat tayfunlar hisoblanadi. Ular Yaponiyaga Tinch okeanidan keladi. Yaponiya iqlimi nam iqlimdir. Yaponiya aholisini Rossiya aholisiga solishtirganda uning hududi Rossiyaning 2% hududichalik keladi. Shunga yarasha aholi zichligi juda yuqori. 1 kvadrat kilometrga 336 ta odam to'g'ri keladi. Rossiyada esa 8,5 ta. Yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha davlat dunyoda AQSh va Xitoydan keyin 3-o'rinda turadi. Hatto Yaponiyada energetik resurslari kam bo'lsa ham, u energiyani katta hajmda xorijga eksport qiladi. Yaponiyada robototexnika va elektronika, avtomobilsozlik va kemasozlik, qishloq xo'jaligi juda rivojlangan. Yaponiya Canon, Panasonic, Sony, Nikon va boshqa gigant elektronika brendlari vatani. Mamlakatda ishsizlik soni dunyoda eng past darajada. 2016-yil ma'lumotiga ko'ra 3%. O'rtacha maosh oyiga $2600. Yaponlar haqiqiy mehnatsevarlar. Eng uzoq ish ta'tili 1 yilda maksimum 10 kun. Ko'pchilikning maqsadi mamlakat va firmalari rivojiga hissa qo'shish. Ishdan keyin ish joyida qolish, dam olish kunlari ishlash va ta'til olmaslik Yaponiyada normal hol. Yapon tilida hatto maxsus karoshi degan so'z bor. Bu haddan ortiq ko'p ishlashdan o'lish degani. Agar siz Yaponiyaning barcha joyida high-tech deb o'ylasangiz, aslo unday emas. Ko'pchilik tashkilotlar hanuzgacha faksdan foydalanadi. Keksa boshliqlar esa hech nimani o'zgartirmay, eskicha ishlashni istaydi. Yaponiyada uy-joy qimmat. Masalan, 2016-yil mayda Tokioda o'rtacha 1 kvadrat metr joy narxi $4,500 dan 8,000 gacha edi. Shaharlarda kichkinagina bir xonali kvartiralar juda ko'p. Ularning maydoni 10 kvadrat metr, oshxonasi 5 kvadrat metr atrofida. Ammo o'rtacha yashash maydoni umuman kichik emas, 95 kvadrat metr. Solishtirish uchun Britaniyada 76, Rossiyada 60. Ko'chmas mulkka bo'lgan yuqori narxni davlat ipotekasi qoplaydi. Shartlariga havas qilgulik, yiliga atigi 1,5%. Qishda kvartiralar sovuq bo'ladi, chunki ularda markaziy isitish tizimi yo'q. Suv qimmatbaho rohat. Shu sabab odamlar vannadagi suvni kiyim yuvish uchun qayta ishlatishadi yoki kirxonalardan foydalanishadi. Kapsula otellar eng tejamkor mehmonxonalardir. Ular juda mashhur. Asosiy foydalanuvchilar yapon erkaklari. Uyga borishni yoki yolg'iz qolishni istamaganlar uchun ayni muddao. Sayyohlar bir narsani bilishlari zarur. Yaponiyada xorijiy tillar keng tarqalmagan, chunki aholining 98% yaponlar. Yaponiyada doimiy yashaydigan xorijliklarga oson emas. Siz doim diqqat markazidasiz. Hatto 20 yildan keyin ham sizni maqtashadi. Tayoqchalardan qanday chaqqon foydalanyapsiz? Barakalla. Nega Yaponiya bo'lib qolmoqda? Birinchidan, uning geografik uzoq nuqtada joylashgani. Ikkinchidan, Yaponiyada migratsiya siyosati juda qattiq. Masalan, 2014-yil qochoqlik bo'yicha 5000 ga yaqin ariza tushgan. Shundan bor yo'g'i 16 donasigina ijobiy hal etilgan. Siz hatto Yaponiyada juda zo'r ishga joylashsangiz ham hech qachon o'ziniki bo'lmaysiz. Doim outsider bo'lib qolasiz. Hatto ko'rinishi o'xshash koreys va xitoylar bilan ham shunday. Yaponiyada ta'lim pullik va qimmat, raqobat juda yuqori va omadga erishish uchun juda ko'p shug'ullanish va zo'rligingni isbotlash kerak. Bolalarga ota-onasi va o'qituvchilar atrofdagilardan olg'a intilish kerakligini doim uqtirib kelishadi.
Yaponiyada servis sohasi barchaga birdek yoquvchi muloyim va sertakalluf soha. Do'kon, restoran, sartaroshxonalarda barchaga birdek muomala qilishadi. Yaponcha servis eng avvalo mijozga hurmatdir. Yapon modasi hech qaysiga o'xshamaydigan, yorqin va soxta. Rostdan ham shunaqa. Moviy sochlar va ahmoqona kiyimlar bularning barchasi bor, ammo bu tarzda faqat subkultura vakillari kiyinadi. Yapon ko'cha modasi degandek. Ko'plab yaponlar Yevropacha modaga amal qilishadi. Tibbiy niqob milliy kiyimning bir qismiga aylanib ulgurgan. Qishda kasal bo'lmaslik uchun, bahorda allergiya bo'lmaslik uchun, yozda chang sabab taqishadi. Yapon anime va komikslari yaponlar dunyosiga kirish uchun o'ziga xos yo'ldir. Ular orqali yaponlarni chuqurroq tushunish mumkin. Ularni butun millat sevadi. Yaponlar karaokening ashaddiy muxlislari. Karaoke aynan shu yerda o'ylab topilgan. Yaponiyada taom kulti mavjud. Jamoat yemakxonalari juda rivojlangan va ozgina pulga ham to'yib ovqatlanish mumkin. Barcha yapon taomlari foydali va kaloriyasi yuqori emas. Asosiy mahsulotlar guruch, dengiz mahsulotlari va soya. Yaponlar uyiga deyarli mehmon chaqirmaydi. Masalalarni kafe va restoranlarda yechishni xush ko'rishadi. Choy-chaqa Yaponiyada yo'q, shunchaki olishmaydi. Ko'pgina restoranlarda chekuvchilar uchun alohida joy yo'q. Faqat Yaponiyada aql bovar qilmas mazalarning uyg'unligini uchratasiz. Masalan, krevetka mazali, pomidor va hatto piton mazali, muzqaymoq va boshqalar. Wasabi mazali KitKat yoki bodring mazali Pepsi. Yaponiya aholi eng uzoq umr ko'radigan davlat. O'rtacha yosh 83,7 yosh. Yaponlar barcha narsada qoida va tartibni xush ko'radi. Hatto qo'shnisi axlatni noto'g'ri joyga qo'ygani yoki velosipedni noto'g'ri parkovka qilgani uchun politsiyaga arz qilishi mumkin. Yaponiya eng xavfsiz 5 ta davlatdan biri. Bu yerda ko'cha jinoyatchiligi deyarli yo'q qilingan. Yevropa standarti bo'yicha yapon yigitlari qizlarga yetarlicha e'tibor ko'rsatmasmish. Bu yerda ularga eshik ochib berilmaydi, joy berilmaydi. Shuningdek, yaponlar xushomadga juda xasis, ayniqsa qizni yaxshi tanimasa. Bu yapon madaniyatidir. O'zini ko'z-ko'z qilmaslik va hislarni yashirin saqlash. Buni yoshlikdan o'rgatishadi. Asosiy qoida boshqalarga xalaqit bermaslik. Ayollar erkaklarga birinchi bo'lib e'tibor qaratadi. Yaponlar doim jilmayadi. Bu ruhiy quvvat va omadsizlikka qarshi etiketdir. Zamonaviy Yaponiya nima? Bu innovatsiya va texnologiya, sharq madaniyati va falsafasi o'zaro uyg'unlashgan o'lka. Aholining yarmidan ko'pi shaharlarda yashaydi. Ulardan eng yirigi Tokio, Yaponiya poytaxti va eng ulkan shahar. Bu yerda ultra zamonaviylik qadim tarix bilan uyg'un, to qadimiy saroylardan osmono'par binolargacha. Tokio 37 million aholisi bilan dunyodagi eng yirik aglomeratsiya hisoblanadi. Yokohama Yaponiyaning yirik port shahri. Uning ramzlaridan biri 296 metrlik Landmark Tower binosidir. Shuningdek, futuristik peyzajli Minatamirai rayoni ham. Osaka yirik port, tijorat va biznes markazi. Zamonaviy arxitekturasi, ajoyib ko'cha taomlari bilan mashhur. Sapporo Shimoliy Xokkaydo oroli poytaxti, chang'i kurortlari va qaynoq buloqlari bilan nom chiqargan. Bu yerda har yili qor festivali o'tkaziladi va unga butun dunyodan 2 milliondan ortiq sayyoh keladi. Ish kunlari ko'pchilik jamoat transporti yoki velosipedda yurishni ma'qul ko'radi. Ishga mashinada borish ba'zan hatto ahmoqlik bo'lib sanaladi. Shu sabab tiqilinchlar uncha katta emas. Zamonaviy Yaponiyaning ramzlaridan biri tezkor poyezdlardir. Ulardan eng tezkori Shinkansen, uning tezligi 320 km/soat. Bundan tashqari, Yaponiya magnit yostiqchali tezkor poyezdlar tizimini ham ishlab chiqaradi. 2015-yilda test hududida mutlaqo rekord tezlik 603 km/soat tezlik o'rnatildi. Aytgancha, jamoat transportida atrofdagilarga xalaqit bermaslik uchun mobil telefonda gaplashish taqiqlanadi.
Yaponiyada yo'llar juda sifatli, aniq va tushunarli chiziqlar, buyruqlar ingliz tiliga ham o'girilgan. Harakat chap taraflama. Yaponiyada benzin va to'xtash joylari yaxshigina qimmat. Bizda buguncha shu. Bizdan uzoqlashmang. Biz bilan birga qoling. Salomat bo'ling.